Assalomu alaykum rezidentlarim. Soat 12 kechasi. Katta отправкам bor. Endi qanaqa katta nisbatan kichkina emas. 35 ta quyon, ya'ni 30 ta ona quyon va 5 ta erkagi. Samarqandga ketyapti. Samarqand viloyatigami unaqa jana qilmadim. Bolalar, o'zim bolalarni qo'shdi ekani bezovta qilmaymiz. O'zimiz mana tayyorlab qo'ydik. Xudo xolisa, tak, mamini ol, anaqani, ikkitani, anuni diyorasin. Ikkitadan solasizlar. Ikkitadan 30 ta birinchi ona quyonni olib chiqaylik, keyin 5 ta erkakni olib chiqsan, nima deysan? 8,5 Guvohmasiz, Xuruz. Bolalarni yarim kechasi ishlatayotganimga bolalar ham ishlagisi kelmas ekan. Bismillah. Xo'p. Bugun qochirdim bularni. Qochgani narxidan sotyapman. Bugun qochirtirdim bu quyonlarni, tayyorlarni qochirib, bugun men berib yuborganman. Ya'ni quyon 50 ga 50 xat bo'ladi. Bu quyonlarni 50 ga 52 xat bo'lgani uchun biz 430 mingdan dogovor qildik. Namini ol, buni olamiz. 450 ming, 430 mingdan dogovor qildik. Xudo xolisa mana ketishyapti. Tak. Keyingisini ol. Bismillah. Davay. Ochib solasan, ikkitadan sol bolam. Bittasiga ikkitadan. Xo'p. Mana shu 65 ta hisoblaylik. 75 ta 10 tasi erkak o'tdi. 65 tasini hammasini kuyiktirdim. 70 ta nariyo tomondan ham 5 tam 4 tasini xullas 75 ta deb hisoblaymiz. Qochirib qo'yganimizni 30 ta hozir ketyapti. 20 ta уже bo'g'ozga zaklad olib qo'yganman. Bo'g'ozlari 12-chisloga ko'pchilik so'rayapti, qachon bo'ladi? Lekin 12-chisloda davommi? Lekin anaqa qilmayapti, nima deydi? Menimcha qolmaydi. Xullas narxlarni ham bemalol ochiq oydin gapiramiz. Bu partiya ham 430 mingdan ayollari ketdi. Ya'ni 50 bo'g'ozlar, erkaklarim 550 mingdan ketyapti. Tayyor. Уже ishlashga tayyor. Urishyapti. Boshqasiga qo'yish kerak urishganlarni. Xo'sh, mana oldik. Bo'g'ozlarni juda ham yirigini ham bermadim. Bir ikkita juda ham yirik, bir ikkita juda ham kichkinalarni ham berdim. O'rta veslarni hammasini berdim. Mana men juda ham yirik. Imamlar maydaroq. Endi mana anaqamga maydaroq. Juda xuniylarni ham bermadim. Maydaroq. Shunaqalarni ham bermadim. Bular o'zimda qoladi. Ozgina ves oladi, boshqa qiladi. Уже yaxshi bo'lib ketadi. Mana Madina xonim xizmatdalar bugun. Tushmasa bo'ldi. Mana hammasini tayyorlab qo'ydik. Ikkitadan qilib mana. Mamni qaraylar. Ana qochdan yana bitta. Erkakni soldinglar bittasiga. Ayol. Men bitgacha ayollar, ikkita o'zini qatnashgan. Men bu erkakni qo'shib qo'yamiz unda. Mamni ol bittasini. Men erkak. Voy, qo'rib qo'yganimizni qaranglar. Bo'laqa. Mamni olib qo'yinglar. Bilib qoldik-ku. Qani erkak, anaqa, mamni sol. Qarabqa yo'q.
Nimaga yo'q korobka? Chiqadi qarab. Yo'q, bu bitta. Bitta kichkina korobka qo'yamiz. Yo'q, hammasiga korobka bo'lishi kerak. Yana hozir bittasini olib olaman. Tak. Mana, yana bitta kichkina emas, bitta katta qilib olish kerak. Bitta ayol. Mana bu ham xizmatda bugun, kaksigida. Ha, ikkita erkakni qo'y. Yo'q, ikkita erkakni qo'y. Bitta ayol, bitta erkak qo'yotga. Mana bu erkak. Ha, yo'q, buni qo'yma. Bu ortiqcha erkak. Ana ikkitasini ol. Ha, ikkita erkakni ol. Mana quyonchilik ishqibozlari, quyonchilik oson emas. Kecha soat 12 Toshkent viloyati Cherneyevga kelib, Bo'kaga ketyapmiz. Bo'kaga. Xo'p, bo'ldi. Bitta Ayol olib chiqadi endi. ayol olib chiqishim kerak. Ana nima? Madyo. Bitta ayol. Yuklayapmiz, xudo xolasa. Bo'laqa. Hammasi shuki faqat urushayotganlar bor-da orasida. Soat 2dan 12 minut o'tdi. 2dan 12 minut o'tdi. Akobraki ekan, Samarqanddan ekan. So'rab surishtirib oldik hozir. Yangi boshlayotgan ekanlar. Ferma qilayotgan ekanlar. Boshlatishiga 30 ta samka bilan boshlayotgan ekanlar. Allohim barakasini bersin, o'zidan ko'paysin. Mana shu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, safimiz xudo xolasa yana bitta quyonchiga kengayyapti. Olganga ham sotganga ham Alloh barakasini berib, o'zidan ko'paysin. Nimani bilmasangiz ish qilib so'rab turasizlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.